Bismillahirrohmanirrohim. Hop, menimcha yaxshi eshitilyapti. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak. O'zim ham ko'rinayapmanmi yo'qmi bilmadim. Ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Hop. Qaranglar. E'tibor beradigan jihati hozir bugungi darsimiz juda muhim. Sizlarga boshida aytganimdek, men ozgina takrorlayman. Bu usulni bilsangiz, so'z yodlash bo'yicha, so'zni eslab qolish bo'yicha, bilsangiz, sizni so'z bilish darajangiz 2-3 barobarga ortib ketib qoladi. Boshqa guruhlarimga o'tib berdim, men sizlarga o'tib beryapman. Yozib qo'yay deb mana bu yoqqa yozib qo'ymasam bo'lmaydi, boshqalarga ham foydali bo'ladi deb o'sha kanalga tashlab qo'yaman. Ya'ni mana shu narsani bilsangiz 2-3 barobar ortib ketib qolar ekan. Ya'ni masalan 1000 ta so'z bilsangiz 2000, 3000 ta bo'lib ketib qolishi mumkin ekan. Hayronki, zo'r-ku, bunaqa usulda qilish kerak-ku, to'g'rimi? Xuddiki mana bu ofitsiantkaga borku, nima qo'shsangiz, sut qo'shsangiz, ko'payib ketib qoladi-ku, xuddi shunday bo'ladi. Endi u shardan iborat emas. Ko'p narsani tushunishingizga olib keladigan narsa. Ya'ni shar deganim kuch narsa emas. Tushuntira oldimmi? Okay, bular nima deydigan bo'lsa, mana e'tibor bersangiz, mana qaranglar. Accept nima degani? Qabul qilmoq, to'g'rimi? Qabul qilmoq. Acceptdan keyin siz able ni qo'shdingiz. Masalan, mana yo'q edi, qo'shdingiz mana bu joyga. Acceptable bo'ldi. Qabul qilib bo'ladigan bo'ldi. Masalan, unacceptable bo'lyapti. Ya'ni unni qo'shib qo'ydingiz oldida nima bo'ldi? Unacceptable. Qabul qilib bo'lmaydigan bo'lyapti. Ko'ryapsizmi? Bitta so'zingiz nechtaga ko'paydi? 3 taga ko'paydi. Demak, mana bu narsa, oldin keladigan narsa nima deyiladi? Prefix deyiladi. Orqasidan qo'shiladigan qo'shimcha suffix deyiladi. Bu darsimizda mana shu darsni prefix, suffix, master lesson bo'lish kerak. Prefix, suffix, master lesson bo'lish kerak. E'tibor beradigan jihati, ya'ni siz nima qilasiz? Prefix, suffixlarni agar siz master qilolsangiz nima bo'lar ekan? Sizda so'zlarni bilish darajangiz oshar ekan. Shunga harakat qilar ekanmiz. Qaranglar. Complete with the word type changes. Word type nima degan edi? So'z turkumi. So'z turkumi. Nimalar bor? Masalan, noun, verb, adjective, adverb, to'g'rimi? Hop. Meaning shifts. Shift degani o'zgartirish degani. Kompyuterdagi klaviatura borki, shift bilasizlarmi? Shift bilan o'zgaradi odatda. Meaning shift, ma'noni o'zgarishi bo'ladi. Qaranglar. Understanding the basics, asoslarini tushunish. Prefix degani goes before the root word. Root degani nima degani? Tomir ildiz degani, ya'ni o'zak degan ma'noni anglatadi. Tushunyapsizmi? Demak, undan oldin qo'shilar ekan. Xuddi borki, unacceptable bo'ldi-ku, o'shanga o'xshab. Changes the meaning, ma'noni o'zgartiradi, lekin but usually keeps the word type the same. Boyagi nima bo'lar ekan? So'z turkumini bir xil ushlab turadi. Ya'ni ma'no o'zgaradi, lekin so'z turkumi o'zgarmaydi. Masalan, nation debdi qaranglar. Happy, unhappy. Ikkalasi ham adjective, ikkalasi ham sifat. Okay, qaranglar. Suffix bo'ladigan bo'lsa, suffix nima bo'lyapti? Goes after the root word. Root word demak, boyagi o'zak so'z, o'zak so'zdan keyin qo'shiladi ekan. Changes the meaning, ma'noni o'zgartiradi. Can change the word type. Ana so'z turkumini ham o'zgartirar ekan. Noun bo'lsa, adjective yoki verb o'sha narsaga aylantirishi mumkin ekan. Qaranglar. Teach bo'lyapti, teacher. Teach qilaman, er qo'shilyapti-da, teacher bo'lyapti. Verbdan nimaga o'zgaryapti? Nounga o'zgaryapti. Qo'shimchada. Endi qaranglar, why important? If you know them, you can understand thousands of new words without a dictionary. Agar bu narsalarni yaxshi tushunsangiz, siz minglab so'zlarni bilasiz debdi, tushuna olasiz. Nimasiz? Lug'atdan foydalanasiz. Okay, galar. Prefixes with word type effect. Prefix bo'lyapti bizda birinchisi kelayotgani, ya'ni word type effect. So'zni turiga ta'siri bilan debdi, qaranglar. Most prefixes do not change the word type. Ko'p prefixlar, ya'ni old qo'shimchalar nima qilmas ekan? So'zning turkumini o'zgartirmas ekan, lekin ma'nosini o'zgartirar ekan. Qaranglar. Birinchisi nima deyapti bizda?
an. An nimani berar ekan? Inkor ma'nosini berar ekan, notni berar ekan, inkor ma'nosini. Word type o'zgaryaptimi? Yo'q, o'zgarmayapti. Unhappy. Adjective. Unfair. Unfair. Fair nima degani edi? Adolat. Adolat. Fear bo'lsa qo'rquv bo'lardi. Bu nima bo'lyapti ekan? Adolat bo'lyapti ekan. Ikkalasi ham adjectiveligicha qolyapti. Yana qanaqa so'z bor anga? Masalan, necessary degan so'z bor. Shunda nima bo'ladi? Unnecessary. Ya, hamma so'zlarga ham qo'yib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Hamma so'zlarga ham qo'yib. Demak, nima bor ekan? Timur? Unusual. Unusual. Tushunyapsizmi? Unusual nima bo'ladi tarjimasi? Noodatiy. Odatdagida, unusual bo'lyapti. Okay, qaranglar. Inbor, irbor, ilbor. Masalan, mana qarang. Complete degani to'liq degani. To'liq. Incomplete degani to'liq emas bo'ladi degan. Tushunyapsizmi? Possible mumkin emas. Impossible bilan mumkin emas bo'lyapti. Irrefutable. Refutable degani mana bu ma'nosi rad qilib bo'ladigan, adashmasam. Irrefutable degan rad qilib bo'lmaydigan. Esimdan chiqmagan bo'lsa. Bitta check ko'ramizmi? Okay. Responsible nima degan edi? Responsible. Javobgar. Irresponsible. Ya'ni u mas'uliyatsiz degan ma'noda ishlatiladi. Tushundingizmi? Okay. Literate degani bizda literate ni o'zi illiterate emas. Literate ni o'zi bizda tarjimasi oliy ma'lumotli, o'qish yozishni biladigan odam degan. Tushunyapsizmi? Illiterate degani savodsiz degan ekan. Tushundingizmi? Refutable deb ko'rdingizmi? Nima degan ekan? Irrefutable da noto'g'riligini isbotlab bersa bo'ladigan bo'lyapti. Qarang. This degan qo'shimcha. Bu nimani berar ekan? Opposite, qarama-qarshi ma'no berar ekan. Disagree. Agree, disagree. Like, dislike. Honest nima degan edi? Halol degani. Endi qaranglar. O'sha narsani ko'pchilik masalan thisni oldidan qo'shadidan dishonest deb o'qiydi. Yo'q, unday emas. Dishonest bo'ladi. Dishonest. Ya'ni halol bo'lmagan yoki bo'lmasa mana bu ishonchsiz, degan odamni aytadi, yolg'on gapiradigan. Tushunarlimi? Connect bo'lsa bog'lamoq, ulamoq, to'g'rimi? Disconnect uzmoqda endi mana disconnect uzmoq. Qarama-qarshi ma'no beryapti-ku, bog'lanmagan emas. Nima bo'lyapti? Uzmoq bo'lyapti. Verb bo'ladigan. Ko'rdingizmi? Okay. Nima bo'lyapti? Re degani o'sha narsani qaytadan qilish degan. Again ni ma'noni bildiradi. Tushundingizmi? Ko'p verblarga qo'shib tashlasangiz bo'ladi. Masalan, write ga rewrite qaytadan yozmoq. Apply degani amalga oshirmoq, qo'llamoq degan. Nima bo'ladi? Reapply. Qaytadan o'sha narsani qo'llashni aytibdi. Tushunyapsizmi? Masalan, o'ylamoq nima degan? O'ylamoq. Shunda nima bo'ladi? Rethink. O'ylab ko'rishim kerak edi. Qayta o'ylab ko'rishim kerak edi. I have to rethink about it. Men bu haqda qayta o'ylab ko'rishim kerak bo'lyapti. Qayta o'qimoq bo'lsa nima bo'ladi? Restudy yoki reread bo'lar ekan. Tushunasizmi? Ko'rdingiz? Qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Shunaqa qilib davom ettirib ketaverasiz. Endi pre bor ekan, pre oldin degan ma'noni bildirar ekan. Pre nima degan bildirar ekan? Oldin degan. Preview degan nima degani? Ko'rmoq edi. Oldindan ko'rmoqda, ko'rishdan oldin, nima ozgina ko'rib chiqish, tushunasizmi? Preview. Okay? Ko'rishdan oldin degan, ko'rishdan oldin. Heat degani isitmoq. Isitishdan oldin bo'lar ekan. Intermediate. Intermediate. Pre-intermediate degani mana bu odatda mana bu yerda chiziqcha bilan yoziladi. Nima bo'ladi? Pre-intermediatedan oldin bo'ladi. Pre ga yana qanaqa so'zlar bo'lishi mumkin?